Xurmoni aslo o'zini yema. Bu retsept bilan tanangni energiya mashinasiga aylantirasan va gormonlaringni bir kechadayoq tartibga solasan. 3 dona xurmoni 1 stakan iliq sutda 30 daqiqaga ivitib qo'ying. So'ngra uni bir chimdim koritsa bilan aralashtiring. Bu ichimlik temir miqdoringni oshiradi va zaif suyaklarni tiklaydi. Ovqat hazm qilish tizimidagi toksinlarni haydab chiqaradi va asab tizimingizni to'liq qayta ishga tushiradi. Uni uxlashdan oldin ich va obuna bo'l. Biz Ramazonning so'nggi 10 kechasimiz. Bizga 3 kun qoldi. Ba'zilar bunga tayyor emas. Hozir hammasini bilib olasan. Men 21-kechaman. Yakuniy eshikni ochadigan kecha. Ko'plar menga oddiy kechadek munosabatda bo'lishadi, ammo men hamma narsa o'zgaradigan joyman. Men 23-kechaman. Ulamolar aytishicha, o'sha kecha men bo'lishim mumkin. 1000 oydan afzal bo'lgan yagona kecha. Men 25-kechaman. Men sizning ertasi kuni ishingiz bo'lgan kechada kelaman. Bu tasodif emas. Bu sinov. Men 27-kechaman. Ko'pchilik Laylatul Qodirni men olib kelaman deb o'ylaydi. Masjidlar to'la bo'ladi. Men 29-kechaman. Bu Ramazonda yaxshi tomonga o'zgardingmi? Unda shuday holingcha qol. Men Laylatul Qodirman. Men bu kechalar orasida yashiringanman. Men Ramazonning so'nggi kechasiman. Men quyosh chiqishidan oldin ketaman va men yana 1 yilgacha qaytib kelmayman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'l va birodaringni ham ogohlantir.